2 xona, 3 xona qilingan 2-etaj Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan Chilonzor 8-kvartaldagi uyimizni ko'rsatamiz qani ketdik. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Uyimiz dizaynerskiy proyektda remont qilingan. Umumiy maydoni 51 kvadrat metrdan iborat. Asosiy zal mehmonxona qismini ko'rdinglar, kiruvchi prixoshkamiz, bu yoqda o'zini razdelniy sanuzel qismi joylashgan. Sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yinglar, hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Choy ichib o'tirishingiz uchun stul shart-sharoitlar qilib qo'yilgan, o'zini konditsionerlarga ega. Bu 3-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Qimmat va sifatli materiallardan ishlatilgan. 1,5 ga 3 balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Duxovka va mikrovolnovkalargacha qo'yib ketilgan. Ovqat qilganinglarda yoqida chiqmasligi uchun mana bunaqa razvidnoy eshiklardan foydalanilgan. 2-qavatdan hop etib sakrab tushganimizda uyimizning oldi qismini ko'rishingiz mumkin. Xonadonimiz yo'l yuzidagi mana shu domni 2-qavatida joylashgan. Mo'ljalimiz Malika gastitsasi. Uyimiz narxi $78,000.